vatandoshlarimizni baraka topishini, otangga rahmat deb xursand bo'lishini, rizqlanishini, xotirjam bo'lishini nasib etgin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi ya arhamar rohim. Ofatdan, osmondan, yerdan, suvdan, gazdan, o'tdan keladigan yomonliklardan saqlagin. Boshlangan ishda xayrli bo'lishini davomli qilgin ya arhamar rohim. Allohga rahmat. Aytib o'tilgan, e'lon qilingan video oling va qo'ying. Eng ko'p prosmotr bo'lgan vatandoshimizga iPhone 16 Pro telefon apparati taqdim etiladi deyilgan va yana bitta sovg'a bor. Hozir ana shu 16 Pro ni taqdim etamiz va yana bitta sovg'a bor. Bu eng kreativ, eng qiziqarli, eng zo'r video olgan vatandoshimiz iPhone 17 Pro telefonni yutib olishi mumkin. Demak, eng ko'p shuni 186 mingmi? Demak, mana shu profilga kira olamizmi? Kiramiz ana shu profil egasiga. Yangi mana aytilganidek, hech qanaqangi nima deydi, soxta yoki tanish-bilishlarsiz haqiqiy ko'rib chiqilgan holatda topshirishyapti. Bu hozir 16 Pro Max faqatgina prosmotr uchun berilyapti. Mana haqqoniy bu bolalar hech kim tanimaydi. 17 Pro telefoni ham o'ynalyapti. Unisi ham haqiqiy haqqoniy bo'ladi. Hali vaqt bor. Agarda mobilniy video ishlab oladiganlar bo'lsa, e'lon qilamiz. 28-yanvar kuni 30 manat topshirildi. Hammaga rahmat. Ishtirok etinglar. 28-kuni 17 Pro o'ylanadi. Yaxshi niyat qiling. Albatta kutganimiz, niyatimiz amalga oshadi. Barchaga omad tilaymiz. 17 Pro sizniki bo'lishi mumkin.